بسم الله الرحمن الرحيم. Hurmatli tomoshabin, kanal muallifi har qanday asosli tanqidni yuqori baholaydi. O'z fikringizni va savollaringizni video kommentariyasida yozib qoldiring. Eslatib o'taman, bu tahrirlangan video. Ya'ni videoning ba'zi qismlarida muammo borligi sabab qayta tahrirlandi. Hurmatli tomoshabin, quyidagi video faqat ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan. Kanal muallifi hech qaysi din va faollarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan. Agar siz tanqidni ko'tara olmasangiz, iltimos, bu videoni ko'rmang. Salom, mening ismim To'rt. Kanalimga xush kelibsiz. Bu mukammal Qur'ondagi nomukammalliklar seriyasi. Ushbu seriyadagi videolarda men Qur'ondagi da'volarni va ulardan kelib chiquvchi xulosalarni tanqid qilaman. Ushbu seriyaning ikkinchi qismida men Qur'ondagi deduktiv va epistemologik xatoliklarni keltirib berdim. Va shu bilan Qur'ondagi argumentlar mantiqsiz ekanligini, ya'ni Qur'onning muallifiga, bu degani menimcha Allohga mantiqdan dars berish kerak ekanligini isbotlab berdim. To'g'risini aytsam, shu kungacha men Qur'ondagi xatolar seriyasining 3-qismini chiqarishda o'zimni bosib turgan edim. Sababi aynan ushbu 3-qism juda ko'p odamlarning e'tiqodiga qattiq zarba bo'lishi mumkinligini anglaganim. Lekin yaqinda bir musulmonning mening kanalimda qoldirgan go'zal izohidan keyin men 3-qismni baribir chiqarishim kerakligini tushundim. Xo'sh, mana endi shu kunga yetib keldik. Qur'ondagi ilmiy xatolar. Boshladik. Videoni boshlashdan oldin disclaimer. Men bu videolarni qilishimdan maqsad islomni qoralash va sizni dindan chiqarish emas. Sizni dindan chiqarishga meni ko'zim uchib turgani yo'q. O'ziga yuqori baho berib olmang. Sizning e'tiqodingiz bilan meni ishim yo'q. Sizni dindan chiqarishdan menga bir tiyinlik foyda ham yo'q. Men bu videolarni chiqarishimga sabab Qur'onni mukammal degan, uni ilm-fanga tiqishtirgan, ya'ni Qur'onda ilmiy da'volar bor yoki Qur'onda ilmiy xato yo'q degan musulmonlarga bu yolg'onligini, ya'ni Qur'onni ilm-fanga umuman hech qanday aloqasi yo'qligini va aslida biz Qur'onga ilmiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Qur'on xatolarga to'la ekanligini ko'rsatish. Agar siz yo'q, Qur'on mukammal emas, uni ilm-fanga aloqasi ham yo'q desangiz, bo'ldi, gapingizga qo'shilaman, muammo umuman yo'q. Demak, bu video siz uchun emas. Iltimos, ko'rmang. Xo'sh, endi videoni tomosha qilishda davom etganlar uchun Qur'ondagi xatoliklarni keltirishdan oldin yana bir bor qaytarib o'taman. Qur'onning ilm-fanga aloqasi yo'q va Qur'ondan ilmiy xato topish bu xuddi ertaklar kitobidan ilmiy xato topish kabi bema'ni ish. Gap shundaki, ilm-fanning mohiyati 4 ta asosdan tashkil topadi. Birinchisi bu aniqlik. Ilm-fandagi har bir da'vo aniq. Ya'ni ilm-fanda ani o'qib bni tushunmaysiz. Qur'onchi, Qur'ondagi da'volarda aniqlik bormi? Yo'q. Bugungi kunda ko'pchilik ulamolar ta'kidlashicha, Qur'ondagi oyatlarni to'g'ridan-to'g'ri o'qish mumkin emas. Qarangki, ular bir necha ma'nolarda kelishi mumkin. Va shu tufayli deyarli har bir odam Qur'onni o'zicha tushunadi.
2 kere 2 4. To'g'rimi? To'g'ri. 3 kere 3 9. To'g'rimi? To'g'ri. 4 kere 4 268. To'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Nimasi noto'g'ri? 4 kere 4 260 emas. Xo'sh, necha javob? 4 kere 4 16 bo'ladi, domla. Ha, xo'p. Men necha yozdim? 268. Ha, siz arab tilini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Mana shu sizning xatoingiz. Arab tilida 268 so'zi juda ham ko'p ma'nolarda keladi. Va mana shu joyda 268 aslida 16 degani. Tushundingizmi? Ha, tushundim, domla. Skeptik akamiz ko'p tillarni bilar ekanlar-u, lekin matematika va tilni farqlashda ancha muammolar bor ekan. Gap shundaki, matematika qat'iy, ya'ni o'zgarmas. Tillarda esa iboralar, omonim so'zlar, homofonlar, kinoyalar va shu kabi yozilish va ma'no jihatdan farq qiluvchi so'zlar uchraydi. Bular deyarli har qanday tillarda mavjud. Qur'on esa she'riy holatda vahiy qilingan. She'riy adabiyotlarda esa o'xshatishlar bilishi tabiiy. Alisher Navoiyning bu misrasi sevgi haqida. Lekin tilni matematika bilan solishtiradigan kishilar faqat yulduz va quyoshga e'tibor berishadi. Bu xatomi? Yo'q. Bu so'zlarni mukammal holatda ishlatish deb ataladi. Ilm-fan mohiyatining ikkinchi asosi tanqid. Ilm-fan tanqidni mukofotlaydi, ya'ni rag'batlantiradi. Chunki ilm-fan tanqid orqali o'zining muammolarini aniqlaydi va takomillashadi. Qur'onchi, Qur'onni tanqid qilsa bo'ladimi? Yo'q. Qur'onni tanqid qilish Xudoni tanqid qilish. Xudoni tanqid qilish esa kufr. Kufr keltirganlar jazolanadi. 268. To'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Ucharnini kofir. Ya'ni Qur'on totalitar. Mana bu oyatga e'tibor bering. Inson bu oyatni tushunishi uchun nima qilish kerak? Tanqid qilish kerak. Ya'ni mana bunday. Bu oyatning ma'nosi nima? Bu oyat bizga qanday foyda keltiradi? Islom olimlari bu haqida nima degan? Bu oyatni Qur'ondagi o'rni qanday? Yaratuvchi bu bilan nima demoqchi? Va shu kabilar. Bu kufr emas. Bu haqni qidirgan va islomiy bilimlarni oshirmoqchi bo'lganlar uchun birinchi qadam. Fan mohiyatining uchinchi asosi konsensus, ya'ni kollektiv kelishuv. Ilm-fandagi har bir faol da'vo nazariyalarga asoslanadi va ushbu nazariya boshqa olimlar tomonidan tekshirilib va tekshirganlarning 99% qabul qilgan holdagina ushbu nazariya ilm-fanda tan olinadi. Qur'onchi, Qur'ondagi da'volarni kollektiv, ya'ni boshqa din vakillari qabul qiladimi? Yo'q. Gap shundaki, bugungi kunda taxminan 6,5 milliard aholining dini bo'lsa, ularning faqat 1,9 milliard nafari Qur'onni qabul qiladi. Qolgan 4,5 milliard aholi esa, ya'ni dunyodagi dindorlarning 70% Qur'onni umuman qabul qilmaydi. Ilm-fan mohiyatining 4-chi, eng muhim asosi bu reviziya. Ilmiy da'vo hech qachon yakuniy bo'lmaydi. U yangi dalillar va kashfiyotlar asosida qayta ko'rib chiqilishni va takomillashishni talab qiladi. Oddiy misol iPhone. Birinchi iPhone chiqqanda olimlar mana bu mukammal telefon deb qo'yishganmi? Yo'q. Injenerlar, ya'ni ilm-fan vakillari reviziyasi ushbu birinchi iPhone'dan kamchilik topishi orqali iPhone mana endi 15-siga yetib keldi va takomillashishni davom etadi. Sabab ochiqlik. Ilm-fanda bo'ldi, bu oxirgi nazariya, bu mukammal nazariya degan tushuncha yo'q. Ilm-fanda har bir keltirilgan nazariya qayta tekshiriladi. Qur'onchi. Qur'on bu Allohning oxirgi kalomi. Qur'on muhrlangan va Qur'on mukammal. Ya'ni unga yangilik kiritib bo'lmaydi. Sizga savol, bu ilmiy da'vomi? Ha, bu ilmiy da'vo.
Endi sizga yana bir savol. Agar yer shar shaklida ekanligi aniq bo'lsa, uni qayta tahlil qilishni nima keragi bor? Tushundingiz deb umid qilaman. Ilm-fanning ushbu mohiyati, ya'ni aniqlik, kollektiv kelishuv va tanqidga ochiqligi tufayli butun dunyo ilm-fanga tayanadi, dinga emas. Agar bugungi dunyo ushbu ilm-fan mohiyatsiz bo'lganda, bir tasavvur qiling nima bo'lar edi. Misol keltiraman. Karikatura. Aytaylik, bir kuni boshingiz og'rib, aptekaga bosh og'rig'iga qarshi dori olgani kirdingiz. Va aptekada qarasangiz, ilm-fan vakili bo'lgan farmatsevt emas, bir domla o'tiribdi. Ha mayli deb domladan bosh og'riqdan dori so'radingiz. U sizga bir dorini taklif qildi va dori qutisiga qarasangiz, bosh og'riqqa qarshi emas, qorin og'rig'iga qarshi deb yozilgan. Va siz domlaga, "Ya domla, menda qorin emas, bosh og'riyapti" deb aytdingiz. Domla esa unga javoban, "Siz arab tilini bilasizmi? Arab tilida qorin og'rig'i degan so'z 20 ta ma'noda keladi. Va ushbu ma'nolardan biri bu bosh og'rig'iga qarshi degani. Shuning uchun qo'rqmasdan ichavering" dedi. Dorini ichdingiz, lekin yordam bermadi. Ertasi kuni domlaga qaytib, "Domla, menimcha xato qildingiz" desangiz, domla shapaloq soldi. "Kufr keltirma menga" deb. Aptekadan qochdingiz, yugurib borib endi boshqa aptekaga kirdingiz. Endi qarasangiz u yerda farmatsevt ham yo'q, domla ham yo'q. Lekin bir ruhoniy o'tiribdi. Mayli-da endi deb ruhoniyga xuddi shu dardingizni aytdingiz. "Dori bering bosh og'riqqa qarshi" deb. Va u endi sizga bosh og'riqqa qarshi emas, gemoroyga qarshi dori berib turibdi-da. Mana xuddi shu gap. Hazil bilan men aytmoqchimanki, Qur'on bu umuman boshqa mohiyatga ega bo'lgan bir kitob. Bu shunchaki nasihatlar kitob. Bir ertaklar deylik. Ilm-fan esa umuman boshqa yo'nalishda, ya'ni ularni bir-biriga aralashtirish bu katta xato. Xullas, biz faqat aniq bo'lgan, tanqidga ochiq bo'lgan, kollektiv kelishuvga asoslangan va eng asosiysi totalitar bo'lmagan ma'lumotlarni ilmiy deb atashimiz mumkin. Qur'on afsuski bu asoslarga to'g'ri kelishi u yerda tursin, Qur'on bu asoslarga mutlaqo zid, ya'ni Qur'onni ilm-fanga umuman aloqasi yo'q. Ushbu seriyaning o'tgan safargi videosida esingizda bo'lsa men Qur'on challenge haqida aytib o'tganman. Ushbu challenge mantiqan xato bo'lishiga qaramay, keling uni qabul qilamiz. Bu challenge bo'yicha agar Qur'onda xato bo'lsa, demak u Allohdan bo'lmas edi. Sababi Alloh xato qilmaydi. Okey, bu degani agar bir dona ziddiyatlik, ya'ni xato Qur'onda topilsa, bo'ldi. Bu Qur'on Allohdan emasligiga isbot bo'lardi. Va shu bilan siz, islom hali ham mavjud ekan, milliardlab odamlar Qur'onga ishonar ekan, demak hali hech kim Qur'ondan xato topa olmagan degan adolatli xulosaga kelishingiz mumkin. Lekin gap shundaki, Qur'ondagi ziddiyatlarni odamlar hali Qur'on paydo bo'lishidan oldin topishni boshlagan. Abdulloh ibn Abu Sarf Muhammadning ilk sahobasi va Muhammadning vahiylarini yozib, Qur'onning dastlabki qo'lyozmalarini tuzuvchi kotib bo'lgan. Ammo keyinchalik Abdulloh Muhammaddan shubhalangan va u Muhammad vahiylaridagi ziddiyatlarni ko'rib, Muhammad vahiylarni o'zi to'qib chiqarayotganligiga amin bo'lgan va islomdan chiqib ketgan. Keyin nima bo'ldi? Mukammal axloq namunasi hisoblangan Muhammad o'zining yaqin sahobasining so'z va e'tiqod erkinligini hurmat qildi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Muhammad shu zahota Abdullohni va unga qo'shib boshqa kofirlarni o'ldirishni buyuradi. Shu dindan chiqib ketganligi uchun. Mana sizga. Eng qizig'i shundaki, aynan o'sha payt Muhammadga juda ham qulay bir vahiy keladi. Qarangki, Muhammadga qarshi urushganlar, yer yuzida fasod qilganlar, ya'ni Ibn Kasir va As-Saadi tafsiri bo'yicha Muhammadga qarshi chiqqan va unga ishonmaganlar jazosi
albatta o'ldirilmoqlari yoki osilmoqlari yoxud qo'l oyoqlari qarama qarshi tomondan kesilmog'i yoki yer yuzida surgun qilinmoqlaridir. Bu narsa ularga bu dunyoda or bo'lur, oxiratda esa ularga ulkan azob bor. Ya'ni Abdulloh ibn Abu Sarh Qur'ondan xato topmagan. Abdulloh nozil bo'lgan oyatlar oxirida boshqa oyatlar kabi Alloh biluvchi, Alloh ko'ruvchi kabi so'zlarni qo'shgan va oyat nozil qildim deb o'ylagan. Payg'ambar alayhissalom esa uni bu ishdan qaytarganlarida u dindan chiqib, Muhammadning xudosi yolg'onchi degan so'zlarni tarqata boshlagan. xato topish bu yerda tursin, siz shubhalanib dindan chiqib ketsangiz, sizning jazoingiz o'lim. Xato topishni endi o'ylab qo'yaring. Va buni bugungi kunda ko'pchilik musulmonlarning sevimli din himoyachisi bo'lgan Daniel Haqiqatchi tasdiqlab beradi. Yeah, because this concerns me. Do you believe I should be put to death? I believe that the punishment for apostasy in a correct Islamic state is death. I believe that that's the correct. Let me finish. Let me just respond, sir. I believe that that is the correct punishment which has been revealed by God both in the Quran and the Bible. And for Robert to turn around I and asked say, you. Let me finish. I asked you, do you believe I should be killed today? And I answered you, sir. Yes or no? I answered you. Yes or no? I answered you. I think you said yes. You want me to Yeah, I said. Yeah, you answered me. In a proper Islamic jurisdiction, an Islamic nation, all of the laws of Islam and the Sharia as revealed by God should be applied. So if we were in that kind of state, would you do it? Including I'm not the one that with executes proper due process, with a proper court hearing, just like any nation of laws. The laws of the Sharia should be applied, including the death penalty for not only apostates, but also blasphemers. You didn't answer me, yes or no? We did answer Yes, you. we did answer. Yeah, so I should be killed. We did answer. I deserve to be killed because I left Islam and became a Christian. According to Islamic law, an apostate like you would be killed, yes. Okay, thank you. Ali Dag'a esa bundan odatdagidek faxrlanadi. This is a part of our religion. There's a reason to it. Yeah, there's a reason why there's a capital punishment, because people like you, little weaklings who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt, and we're proud of that. Aynan mana shu haqida hali to'liqroq video chiqaraman. Ikki qator gap dalil bo'la olmaydi. Sababli ham islomiy davlatlarda Qur'ondan xato topgan odam yo'q. Chunki islomiy davlatlarda Qur'ondan xato topgan odam bu o'lik odam. Ahob, lekin islomiy davlatda bo'lmaganlarchi? Ular Qur'ondan xato topganmi? Albatta topgan va bugungi kungacha topib kelishyapti. Lekin islom ulamolari ham Qur'onni himoyalashda, ya'ni ziddiyatlarni yo'q qilishda juda usta. Ular bu ishni qilishda, ya'ni Qur'onni himoyalashda to'rtta usuldan foydalanishadi. Birinchi usul reinterpretatsiya, ya'ni qayta talqin qilish. Bu ma'lum bir ma'noda kelgan da'voni umuman boshqa ma'noga o'girish usuli. Now, one of the things that causes us confusion at times, or that's been left open to interpretation, is when Allah or the Messenger ﷺ mentions the 7 earths. Now, Imam al-Alusi rahimahullah in Ruh al-Ma'ani in his tafsir, he goes through many different ways of understanding the 7 earths. One of them is that there are 7 zones or 7 cores of earth, which is actually scientifically true. You'll see there are 7 cores of earth, 7 different layers of earth. Odatdagidek yolg'on. Yerning faqat 2 qatlami bor. One interpretation is that it could mean 7 continents or 7 different separated parts of land within this earth. One of them is that the ard that we all have is one. Okay, that all of this, the entire earth, just comprises of one of those 7 earths. And there are other earths and other sets of land
that have creation upon them and that, that we are not in touch with and that we are unable to see. And it's interesting because Imam al-Qurtubi rahimahullah, and it just shows you how the scholars, they always like to take something beneficial from this. Qarang-a, qanchalik qulay. Ulamolar qarangki, hamisha ular uchun manfaatli bo'lgan talqin keltirib bera oladi. Ya'ni xohlaganicha gapni aylantira oladi. Keling hozir endi Qur'ondagi xatoliklarni keltirib beraman va domlalar bu xatoliklarni yo'q qilish uchun qanday qilib osongina yangi talqin keltirishini ko'rsataman. Qur'onda aytilishicha, har bir mavjudot juft bo'lib yaratilgan. Ya'ni har bir jonzotning jufti bor yoki ko'payish uchun juft kerak. Lekin bu xato. Yer yuzida juftsiz organizmlar juda ko'p. Oddiy misol qamchi dimli kaltakesaklar. Ular partenogenik hayvonlar hisoblanadi. Ya'ni ular juftsiz nasl qoldiradi. Va tabiatda partenogenik organizmlar tiqilib yotibdi. Bundan tashqari, viruslar mezbonining DNKsi yordamida ko'payadi. Bakteriyalar ham juftsiz, ular bo'linish orqali ko'payadi. Ko'plab funguslar, ya'ni zamburug'lar ham jinsiz ko'payadi. O'simliklarning ko'p turlari ham juftsiz ko'payadi. Bundan tashqari, germafrodit organizmlar ham mavjud, ya'ni ikki jinsli organizmlar. Odamlar ham germafrodit bo'lishi mumkin. Bundan yana tashqari, intersex odamlar ham mavjud. Intersex nimaligini Google yozsangiz rasmlari bilan ko'rsatib beradi. Yana o'likni tepgandek, Alloh mevalarni ham juft qilib yaratib qo'ygan. Mevalarda juft tushunchasi yo'q, ya'ni qiz bola olma yoki o'g'il bola olma degan narsa yo'q. Bugungi kunda endi domlalar bu xatolikni har xil apirisliklar bilan, kechirasiz, har xil talqinlar bilan himoya qilishadi. Kimdir juft so'zi arab tilida boshqa ma'noda keladi deydi. Allah made all kinds of things in pairs. And azwaj doesn't just mean pairs. Azwaj also means groups that complement each other. Boshqa domlalar esa juft degani ayol erkak degani emas, yaxshi yomon katta kichik ham juft degani deb gapni olib qochadi. The ayah refers to creating from each thing a pair. So there is night and day. There is heat and cold. There is good and evil. Yoki boshqa domlalar oyatdagi barcha jonzot degani haqiqatdan barcha degani emas, ba'zilardan tashqari degani deydi. Really and truly, we've said this more than once, the word kull does not necessarily mean every single thing with the exclusion of nothing in the genus. Xullas, bahonalar, kechirasiz, talqinlar juda ko'p. Har bir domla o'zicha talqin qiladi. Alloh hayron. Bu haqdagi ma'lumotlarning bir qismini kanal postida qoldiraman. Germafrodit organizmlarga kelsak, ularning jufti tanasida. Intersexlar tanasi esa ikki jinsni qo'llab-quvvatlamaydi. Mevalar juftiga kelsak, Todd Skepticning videosidagi kommentariyasiga qarashning o'zi kifoya. Bu kommentariyada hammasi isbotlab berilgan. Qushlarning ucha olishiga sabab ularning anatomiyasidagi aerodinamik xususiyatlar ekanligini ilm-fandan ozgina xabari bo'lgan har qanday odam biladi. Qushlarning parvozi asosan qanotning pastki va yuqori qismlari o'rtasidagi havo bosimidagi farq yaralishi va bu qushni yuqoriga ko'taradigan kuchni hosil qilishi orqali amalga oshiriladi. Qushlarning qanotlari millionlab yillar davomida rivojlangan va shu tariqa qushlarning uchish qobiliyati bora-bora takomillashgan. Qur'on esa yo'q. Qanaqa aerodinamika, qanaqa anatomiya, qanaqa evolyutsiya, yig'ishtir. Qur'on ta'kidlashicha, Allohdan boshqa hech narsa qushlarni havoda ushlab turmaydi. Bugungi kunda domlalar bu xatolikni juda ajoyib bir apirislik bilan himoya qiladi. Qarangki, Alloh ushlab turadi degani bu o'sha aerodinamik anatomiya va qanotlar degani. Tarixiy jihatdan qaraydigan bo'lsak ham, Qur'onda muammolar talaygina. Oddiy misol, Qur'onda bir oyat bo'yicha Yusuf payg'ambarni chuqurdan qutqargan karvon uni bir misrlikka arzon bahoga, atiga bir necha dirhamga sotib yuboradi.
Gap shundaki, dirham bu 6-asrda paydo bo'lgan tushuncha. Lekin Yusuf payg'ambar 16-17-asrlarda yashagan. Ya'ni dirham paydo bo'lishidan 2000 yil oldin. Ko'p domlalar ha yo'q, dirham deganda har qanday tanga nazarda tutilgan deb apirislik qiladi. Lekin bu ham o'xshamaydi. Sababi tanga tushunchasi miloddan avvalgi 6-7-asrdagi Turkiyadan kelib chiqqan. Bu degani Yusuf payg'ambardan 1000 yildan kelgan. Ya'ni Yusuf payg'ambar davrida odamlar tanga nimaligini bilishmagan. Boshqa domlalar esa yo'q, dirham deganda har qanday pul birligi nazarda tutilgan deydi. Bunisiga ham hop desak, baribir o'xshamaydi. Sababi miloddan avvalgi 17-asrlarda Misrda pul tushunchasi bo'lmagan. Oldi sotdi faqat barter uslubida bo'lgan. Barter degani almashish degani. Misol uchun, men sizdan bir qop un sotib olmoqchi bo'lsam, buning evaziga men sizga 2 qop olma berishim kerak. Oddiy misol. Va mana shunday oldi sotdi bo'lgan o'sha davrlarda. Ya'ni Yusuf payg'ambar davrida Misrda hech qanday dirhamlar bo'lmagan, tangalar bo'lmagan va umuman pul tushunchasi bo'lmagan. Bugungi kunda esa apiris domlalar endi ha o'sha dirham so'zi barter degan ma'noda ham keladi deyishadi. Xuddi shu video boshida aytilgandek, domlalar hamisha manfaatli talqin keltirib bera oladi. Nima ham deymiz? Davom etamiz. Yana Sizga savol, dirham nima? Dirham bu qadimda arablarning kumush pul birligi hisoblangan. E'tibor bering, men kumush dedim. Yusuf payg'ambar davrida esa barter. To'g'ri. Lekin barterning ham asosiy turi mavjud bo'lgan. Bu kumush edi. Ya'ni Yusuf payg'ambarni sotib olish uchun kumushdan foydalanishgan. Bitta misol. Qur'onda aytilishicha, Muso o'z davrida Somiriy bilan aloqada bo'lgan. Lekin muammo shundaki, ilk Somiriylar Musodan 600-700 yil keyin paydo bo'lgan. Bu xuddi Ivan Grozny o'zbek bilan suhbatlashgan degandek gap. Domlalar nima deydi? Ha yo'q. Somiriy deganda ulardan oldingi odamlar nazarda tutilgan. Nima ham deymiz? Davom etamiz. Muso payg'ambar davridagi Somiriy va 7-asrda yashagan Somiriylar ikkisi boshqa tushuncha. Birinchisi ism, Isroil avlodini buzoqqa sig'inishga sababchi bo'lgan kishi. Ikkinchisi jamoa. Qur'onda Alloh matematikani ham boplab qo'ygan. Mana qarang. Aytaylik, oila boshlig'i bo'lgan Abdushukur o'tib qoldi, o'lib qoldi va meros qoldirdi. 100 ming so'm. Endi uning merosini adolatli qilib tarqatish kerak. Abdushukurning 3 qizi, ota-onasi va bitta xotini bor. Qur'onda aytilishicha, Abdushukurning 2 tadan ko'proq qizi bo'lsa, ularning barchasiga teng qilib merosning 3dan 2si beriladi. Okey. 100 ming so'mning 3dan 2si bu 66600 so'm. Agar Abdushukur farzand qoldirgan bo'lsa, uning ota-onasining har biriga merosning 6dan biri beriladi. Bu degani har biriga 16666 so'mdan. Va agar Abdushukur farzand qoldirgan bo'lsa, uning xotiniga merosning 4dan biri beriladi. Bu degani 25000 so'm. Okey. Bu degani 66600 plus 33300 plus 25000. Javob 125000. 25000 qayerdan keldi? Men noto'g'ri hisobladimmikin deb ushbu Qur'ondagi oyatlarni sun'iy intellektga yubordim. U ham hisoblab chiqib, ushbu meros qoldirish qoidasi xato tuzilgan dedi. Ya'ni kompyuter buni xato dedi, men emas. Domlalar nima deydi? Bu oyatlarda xato yo'q. Bunday holda biz shunchaki barcha merosxo'rlarning ulushini kamaytirishimiz kerak, xolos. Bu xuddi to'xtab tur hozir, to'g'rilab olay. Bo'ldi, mana xato yo'q degandek gapdi. Yaxshi, Niso surasi 1 va 12 oyatlarni 100 ming so'm pul bilan hisoblaymiz. Aytganingizdek, 2 dan ortiq qiz uchun 3 dan 2 qismi beriladi. Ya'ni 16 ming so'm. Ota va ona uchun esa har biriga 6 dan 1 qismi beriladi. Ya'ni 33 ming so'm. Bu yerda xato yo'q. E'tiroz bildirishingiz mumkin. Toskeptik ayollar uchun ham 4 dan 1 tegadi deb hisoblagan-ku. Sen o'sha qismni qoldirib ketding. Javob:
O'zingiz Niso surasining 12-oyatini bir o'qib ko'ring. Bu oyatning biror qismida ham ayollarga 4dan 1 beriladi degan qism yo'q. Chat GPTga kelsak, Tot skeptik noto'g'ri masalani yuborgani sabab javobni ham xato chiqarib bergan. Sperma qayerdan kelishini menimcha bugungi kunda har bir yosh bola biladi. Lekin bilmaganlar uchun qaytarib o'taman, sperma bizning moyaklarimizdan keladi. Lekin Muhammad, kechirasiz, Alloh ta'kidlashicha, sperma umurtqa va ko'krak suyagi orasidan chiqadi. Bunday sharmandalikni ko'plab islom himoyachilari har xil yo'llar bilan yo'q qilishga uringan. Ba'zi domlalar bu oyat umuman sperma haqida emas deydi. Boshqa domlalar esa moyakka aloqador qandaydir nervlar umurtqadan keladi deydi. Lekin eng apiris himoya mening sevimli domlam Zakir Naikdan kelgan. These scientific books will tell you that a human being in the embryonic stages, while the development takes place in the womb of the mother, when the human being is a fetus, originally the organs, the reproductive organs in the male, the testes, they originate from a space which is same as that of the kidney, between the backbone and the 11th and 12th rib. So this is the origin of the gonads, of the ovaries and the testes, which are the reproductive organs. And later on, these reproductive organs, they descend. Qarang-a, homila rivojlanishining embrion bosqichida moyaklar dastlab buyraklar yonida, ya'ni umurtqa va ko'krak suyagi orasida hosil bo'ladi va homilaning 4-oyida joyiga tushadi. Ya'ni xatolik yo'q, aksincha, mo'jiza. Lekin gap shundaki, bu oyat otilib chiquvchi sperma haqida gapiryapti. Homilaning boshida 4-oyda moyaklar qayerda joylashishi haqida emas. Afobam desak bu o'xshamaydi-ku. Homilaning boshidagi bolada sperma nima qiladi? Lekin menda ushbu oyatni tushuntiruvchi, yanada ham mantiqiyroq qilib tushuntiruvchi ikkita gipoteza bor. Mening birinchi gipotezam shuki, menimcha Muhammad shunchaki Gippokratning ishini ko'chirgan. Sababi sperma umurtqadan chiqadi degan g'oyani ilk bor Gippokrat ilgari surgan. Ikkinchi gipotezam shuki, menimcha Muhammad odam o'ldirganda ularning umurtqasidan chiqqan ilikni ko'rib, u sperma deb o'ylagan va shu oyatni keltirgan. Lekin bu shunchaki mening shaxsiy fikrim. Xulosa albatta o'zingizdan. To'g'risi, men buni tushuntirishim ancha vaqt oladi. Shunchaki o'zingiz o'qib qo'ya qoling. E'tiroz bildirishingiz mumkin. Unda nega butun dunyo olimlari buni bel suyagi deb atashdi? Ular mana bu oyatdan ta'sirlangan. Oyatni ko'rib, demak beldan chiqar ekan degan xulosaga kelishgan. Lekin bu oyat haqida Rasulullohning o'zlari aytib o'tganlar. Ya'ni Alloh zurriyotlarni chiqarib oldi deganda spermani emas, zurriyotlarning ruhi nazarda tutilgan. Ya'ni inson ruhi inson ko'ksining eng oxirgi qismida joylashgan. Yulduzlar va oy nima? Ular qayerda? Qur'on ta'kidlashicha, Alloh 7 qavat osmonni qurib qo'ygan va pastki osmonga bezak va chiroq sifatida yulduzlarni joylab qo'ygan. Va yana qarangki, bu yulduzlar shaytonlarni chiyib tushiradi. Qara, yulduz uchdi deyshadi-ku. Qarangki, mana shu yulduz uchganda u shaytonni chiyib tushirar ekan. Va o'likni tepgandek, Qur'onda aytilishicha, Alloh oy va quyoshni bu osmonlar orasiga joylab qo'ygan. Bu qanchalik sharmandali xato ekanligini menimcha siz tushunsangiz kerak. Yulduzlar qanchalik katta ekanligini bilasizmi? Mana bu bizning quyosh. Bu yer. Quyosh esa bu kichik bir yulduz. Mana bular esa boshqa yulduzlar. Ularning hajmini qarang. Quyoshimiz ko'rinyaptimi? Endi o'z o'ylab ko'ring, qanday qilib shu yulduzlar yer uchun bezak bo'lishi mumkin.
Bu xuddi mana shu xonaning bir burchagida joylashgan shu kichkina akvariumdagi baliq, atrofdagi odamlar men uchun bezak degani kabi ahmoqonalik. Yana qarangki, yulduzlar pastki osmondamish. Oy va quyosh esa 7 osmon ichida. Ya'ni oy bizga yulduzlardan uzoqroq. Qarang, mana bu yer. Mana bu esa oy. Biz raketaga o'tirib oyga yetib borishimiz uchun 3 kun kerak. Misol uchun bizga eng yaqin bo'lgan yulduzni olaylik. Proxima Centauri. Biz oyga yetib borishimiz uchun 3 kun kerak bo'lsa, eng yaqin bo'lgan yulduzga yetib borish uchun bizga 850 ming yil kerak. Ya'ni Qur'on bo'yicha mana shu oyga yetib borish uchun bizga 3 kun kerak. Va mana shu eng yaqin yulduzga yetib borish uchun esa 850 ming yil. Yulduzlar shaytonlarni chiyib tushirishiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda domlalar rostmonasiga bu haqiqat, ya'ni yulduzlar rostdan shu jinlarni va shaytonlarni chiyib tushiradi deb o'ylaydi. The jinn cannot escape. Allah subhanahu wa ta'ala tells them, Ya ma'shar al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. So even so they can go up there, but they cannot cross. Otherwise they have what? A shooting star coming after them. Lekin qizig'i shundaki, aslida o'sha uchayotgan yulduzlar umuman yulduz emas. Ular yulduzlardan million barobar kichik bo'lgan toshlar, ya'ni meteorit yoki asteroidlar. Ushbu meteoritlar yer atmosferasiga yaqinlashganda yonishni boshlaydi va bizga yulduz sifatida ko'rinadi. Muhammad esa menimcha o'sha meteoritlarni yulduzlar deb o'ylagan va qara, ular shaytonlarni chiyib tushiryapti degan. Xullas, Muhammad, kechirasiz, Alloh yulduzlarni tasvirlashda ancha chichib qo'ygan. Domlalar nima deydi? Ha, yo'q, sen noto'g'ri tushunib olgansan. Bu oyatlarda xato yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham Sizningcha, orasiga joylab qo'ydim degani ularning ikkisini ham bir joyda ekanini bildiradimi? Yo'q. Agar men 7 qavatli uy qurib, ota-onang qayerda deb so'ragan kishiga ular uyda deb javob bersam, bu ularning ikkisini ham bir qavatli ekanini bildiradimi? Yo'q, bu mantiqiy xato. Undan tashqari, quyoshning oydan kattaroq ekanligi haqida Qur'onda oyat bor. Endi esa mantiqiy tushuntirish. Agar A B ga teng bo'lsa va B C ga teng bo'lsa, bu holda A C ga o'zaro teng bo'lishi kerak. Ya'ni Qur'onda quyosh osmon chirog'i deyilgan. Boshqa oyatda esa yulduzlar osmon chirog'i deyilgan. Xulosa, quyosh teng yulduzga. Lekin mana bu mantiqiy xato. Qur'onning hech qaysi qismida yulduzlardan shayton va jinlarni urib tushirishda foydalanamiz deyilmagan. Gap shundaki, bu kabi oyatlarda shahab so'zi ishlatilgan. Ma'nosi esa osmon olovi, yonayotgan tosh. Ilmiy til bilan aytganda esa asteroid. Ya'ni Qur'onda asteroidlar haqidagi oyat 1400 yil oldin zikr qilingan. Qulay usul. Reinterpretatsiya, ya'ni qayta talqin bilan deyarli xohlagan xatolikni yo'q qilsa bo'ladi. Aytmoqchi, ilm fanda bunday apirislik, ya'ni reinterpretatsiya mavjud emas. Qur'on himoyasida qo'llanadigan ikkinchi usul metafora, ya'ni bir obyektning ma'nosini boshqasiga o'tkazish texnikasi. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have sent down for you clothes, raiment or dormant, whatever you want to call it, to kind of cover yourselves and so on and so forth. Now, if you ask, or if you look at tafsir, does it mean Allah subhanahu wa ta'ala literally sent down clothes? Yeah. It does not mean that, or it could mean that, or it could not mean that. But what I'm saying is that for this to work, you have to suspend all possibilities of majazi meanings, or possibilities of it being a metaphor or a figurative speech. Ya'ni majoziy ma'no bu o'ziga xos bir
domlalarning strafovkasi, sug'urtasi. Biz bu oyat aniq qanday ma'noda ekanligini aytmaymiz. Bo'lishi mumkin, bo'lmashi ham mumkin. Ya'ni bu o'ziga xos bir zapasnoy variantda. Chunki agar ular aniq bir ma'nosini aytib qo'ysa, keyinchalik gapni aylantira olmaydi. Xo'sh, keling endi men yana Qur'ondagi bir nechta xatoliklarni keltirib beraman va domlalar qanday qilib metafora orqali, ya'ni shu majoziy ma'nolar orqali Qur'ondagi xatoliklarni yo'q qilishini ko'rsataman. Sizga savol. Yer qanday shaklda? To'g'ri. Dumaloq. Qur'on nima deydi? Siz albattaki Qur'onda yer tuyaqush tuxumi shaklda deb zikr qilinganda Zakir Naikning gapini qaytarasiz. Qarangki, dahaqa so'zi tuyaqush tuxumi degani. Lekin bu yolg'on. The claim that is usually made when trying to prove Islam is scientific is a claim in chapter number 79, verse number 30, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. And they said, or they translate this to mean, and the earth, we have made it into an ostrich egg. Now, this is a false translation, with all due respect to all of those who are making this or saying this. It's a false translation, which is why, to my knowledge, I don't think anybody has ever translated that into the English language in this way. And not only this, but we would see that all of the exegetes of all time in the medieval period, practically all of them, or none of them, had said anything like this. So this is probably one of the worst examples, with all due respect, once again, of distortion and superimposition and contriving meanings into the verse which are not actually there in any way, shape or form. ثانيا كلمة دحى في اللغة العربية مش معناها بيضة النعامة. خرب بيتك، بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ كلمة دحى معناها بسطها، والأرض بعد ذلك دحاها طبقا لمعظم التفاسير معناها بسط الأرض أو فردها أو خلاها صالحة للمعيشة. Juda ko'p musulmonlar, arab tili mutaxassislari, Qur'oniy arab tili o'qituvchilari buni tasdiqlab bergan. Hatto Qur'onning rasmiy saytida tuyaqush tuxumi haqida gap yo'q. Xo'sh, dahaqa so'zi tuxum degani emas ekan, nima uchun unda Zakir Naik bunday dedi deb o'ylanishingiz mumkin. Va javob juda oson. Gap shundaki, Zakir Naik bu shunchaki uchiga chiqqan yolg'onchi lo'ttivoz va buni butun dunyo mutaxassislari biladi. Men ham buni bir nechta videolarimda isbotlab berganman. Mana shu joyda tanishib chiqing. Lekin baribir xo'p desak ham, haqiqatan ham dahaqa so'zi tuyaqush tuxumi desak ham, bu baribir xato. Bizning yer sayyoramiz hech qanday tuxum shaklida emas. Okey, Qur'onda yer tuxum shaklida deyilmagan ekan, qanday shaklda deyilgan? Mana shu yaxshi savol. Keling, men sizga Qur'ondagi shu yer shakliga aloqador bo'lgan barcha oyatlarni keltiraman, xulosani o'zingiz qilasiz. Okay? Qur'onda aytilishicha, Alloh yerni yoyib qo'ygan, yerni tekislab qo'ygan, yerni cho'zib qo'ygan, yerni gilondek to'shab qo'ygan, yerni beshik qilib qo'ygan. Ko'rib turganingizdek, Alloh yerni ta'riflash uchun juda ko'p oyatlar keltirgan. Lekin bittasi ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi-ya. Ajoyib. Domlalar nima deydi? Albatta bu oyatlar barchasi metafora. Yerni to'shab qo'ydik, yerni cho'zib qo'ydik, tekislab qo'ydik degani odamlar uni shunday ko'radi degani. So there are verses that tell and describes the earth to be flat as far as you can see. Be realistic. Stand at the edge of a desert or an ocean. What do you see? I see things are flat. And this is how people describe things according to what they see. Yo'q, men o'zim ko'rib tura olgan narsani Muhammad menga qaytarib aytishini nima foydasi bor? Muhammad nima demoqchi? Nimani isbotlamoqchi? Qani mantiq? Salom Todd. Hey, salom. Men payg'ambarman. Ishonasanmi? Yo'q, ishonmayman. Xohlasanmi isbotlab beraman? Okay, isbotlang. Qara, Alloh menga mana shu krushkaning rangini aytdi. Xo'sh, nima dedi? Alloh menga shu krushkaning rangi qora dedi. Ishonasanmi? Ha, ko'rib turibman, krushka qora rang. Nima demoqchisiz? Ha, shu Alloh menga aytishicha shu krushka qora rang. Bu mo'jiza.
Krujka qora rangligini men ko'rib turibman. Nima demoqchisiz? Demoqchimanki, Alloh menga mana shu krujka qoraligini aytdi. Qara, men payg'ambarman. Lekin qizig'i shundaki, avvalgi tafsirchilar, misol uchun tafsir al-Jalalayn, ya'ni ikki jallollar Qur'on tafsiri bo'yicha yer astronomlar ta'kidlagani kabi shar emas. Aksincha, ko'plab shariat ulamolari ta'kidlashicha, yer aslida tekis. Va yana o'likni tepgandek, Muhammadning o'zi yerni baliq ishlab turishini, baliqni esa farishta ko'tarib turishini aytgan. Qur'onning mashhur tafsirchilari esa Ibn Kasir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, ularning barchasi yerni katta bir baliq yoki kit belida ushlab turadi degan. Va boshqa ulamolar uni o'zlarining ta'limiy kitoblarida tasvirlagan. Bu kitoblarni xalqaro kutubxonalardan topsangiz bo'ladi. Mana bitta misol. Bu joyda siz yer yumaloq deb o'ylashingiz mumkin. Aslida yer yumaloq emas, tekis doira shaklida. Va yerning qirg'og'i kaf tog'lari bilan to'silgan. Aytmoqchi, quyosh va oy chiroyli tasvirlangan. Ko'rib turganingizdek, ulkan baliq va farishta ham o'z joyida. Mana shunday sharmandali tafsirlarni va xaritalarni domlalar jon chiqishga yashiradi. Va agar kimdir bu tafsirlarni va xaritalarni topib domlalardan so'rasa, domlalar buni inkor qiladi va bir pasda bularning barchasi fitna deb baqiradi. One of the most specious claims that has come out of this science error narrative, which is this claim that there's a hadith of the Prophet which supposedly says that the earth is on the back of a whale and the whale is on the back of is balancing on some kind of a rock or something to this effect. And this hadith is fabricated. I mean, I don't want to waste too much time with this video, and just to be honest with you, this hadith is absolutely weak in its sanad, its chain, and weak in its content. It's what it's saying. Islomda o'zi hamisha shu ahvol. Bironta hadis chiroyli bo'lib qolsa, domlalar har bir vaziyatda bu hadisni eslatib o'tadi. Lekin bironta hadis xunuk bo'lib qolsa, voydod bu fitna deyishadi. Dahaha so'zi oldingi tafsirchilar tomonidan tuyaqush tuxumi deb taqdim qilingan. Tafsir al-Jalalaynda keltirilgan so'zlar islomiy manbalarga tegishli emas. Qachonki biror sahih hadis kelsa, ularni Qur'onga aloqasi bo'ladi. Baliq ustida yoki farishta ushlab turadi degan tushunchalar esa Qur'onda kelmagan. Yasin surasi 38-oyat, Yasin surasi 40-oyatlarda har biri o'z qarorgohi sayin ma'lum vaqtgacha sayr qiladi deyilgan. Bu kabi tafsirlar esa tafsirchilar tomonidan boshqa din vakillaridan ko'chirilgan. Bundan oldingi savolda quyoshni yulduz ekanligini mantiqiy isbotlaganim kabi, yerni ham Qur'onda mantiqiy jihatdan sferik, shar shaklda ekanligini isbotlay olaman. Oshiya surasi 20-oyatda va yerga qarang, qanday yo'l qilib qo'yilgan deyilgan. Bu oyat hech qanday metafora emas. Bu oyatdagi asosiy tushuncha qarang, qanday yo'l qilib qo'yilgan. Ya'ni inson yerdan turib kuzatganda yo'yiq holatda ko'rinishi nazarda tutilgan. Mantiqiy jihatdan yerda shar shaklda ekanligini isbotlash uchun esa Qur'onda keltirilgan kecha va kunduzning tasvirlanishidan foydalanaman. Ko'pchiligingiz menga ishonmaysiz, shu sabab ishonadigan kishingiz bilan isbotlayman.
Qur'onda bu kabi oyatlar yashirin tarzda nozil bo'lishiga sabab bor. Sababi, agar bu kabi oyatlar o'sha davrda ochiq holda bayon qilinganida kofirlarga kulgi bo'lardi. Musulmonlarni esa iymoni zaiflashgan bo'lardi. Ko'plari esa noto'g'ri deb o'ylab murtad bo'lgan bo'lardi. Sizga savol: osmon nima? Agar siz 7-8 asrda yashagan arab bo'lganingizda, siz hoynahoy osmonni katta chodir qoplamasi, ya'ni naves sifatida tasvirlagan bo'lardingiz. Va bunga sabab Qur'on bo'lar edi. Qur'onda osmon bu qurilgan shift va ushbu shift shunchalik zo'r qurilganki, unda yoriqlar yo'q. Qarangki, bu shiftni Alloh ko'zga ko'rinmaydigan ustunlar bilan ko'tarib qo'ygan va yana o'likni tepgandek, qarangki osmonni ochsa bo'ladi. Va bu osmon yana odamlar ustiga tushib ketishi mumkin. Va yana bu osmonni xuddi qog'ozni o'ragandek o'rab qo'yish mumkin. Ya'ni Qur'onda osmon bir obyekt sifatida tasvirlanganligi aniq. Bu oyatlar qanchalik sharmandalik xato ekanligini tushunish uchun biz o'zi atmosfera nimaligini bilishimiz kerak. Keling qisqa qilib tushuntirib beraman. Atmosfera bu yerdagi gazlar to'plami. Lekin gaz deganda faqat shu oshxonada biz ishlatadigan metan gazi degani emas. Misol uchun mana men hozir nafas olib turgan shu havo ham gaz hisoblanadi. Va mana shu gaz, ya'ni havo ko'zga ko'rinadimi? Yo'q. Ya'ni bizning atmosferamiz o'zi ko'zga ko'rinmaydi. Lekin atmosferaning ma'lum bir qismi ko'zga ko'rinadi. Va o'sha ko'zga ko'rinadigan ma'lum bir qismini biz odamlar osmon deb ataymiz. Shu yuqoridagi bir ma'lum bir qism ko'zga ko'rinadi. Lekin bu degani o'sha joyda u gaz qattiq degani emas. Yo'q, xuddi mana shu joy kabi hech narsa yo'q bu yerda. Lekin quyosh nurlari urilib tarqalishni boshlaganda ushbu gazga, mana shu quyosh nuri tarqalib bizga ko'zga ko'rinishni boshlaydi. Fanarni yoqib tutunga qaratingda, tutunda rang ko'rasiz. Xuddi shuni singari biz ham atmosferaning ma'lum bir qismida quyoshning nurini rang sifatida ko'ramiz. Hech o'ylanganmisiz? Nima uchun kechasi shu qorong'ida osmonga qarasak hech narsa yo'qqa o'xshaydi? Chunki o'zi hech narsa yo'q u yerda. Osmon shift emas. Osmonda yoriqlar bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib gazda yoriqlar bo'lishi mumkin? Axir gaz devor emas. Osmonda ustunlar yo'q. Osmon ko'tarilishi mumkin emas. Qanday qilib gaz ko'tarilishi mumkin? O'zingiz o'ylang. Atmosferamiz bu bitta gaz. U havo, shu tutun. Qanday qilib tutunga ustun kerak ko'tarilishi uchun? Ko'zga ko'rinmaydigan ustun. Qanday qilib osmon kimnidir ustiga tushib ketishi mumkin? Tasavvur qiling, havo sizning ustingizga tushib ketdi. Qanchalik ahmoqona. Xullas, Alloh shu osmonni tasvirlashda ancha chichib qo'ygan. Domlalar nima deydi? Ha, bularning barchasi metafora. Alloh shift deganda aynan shu atmosferani, gazlarni nazarda tutgan. Savol: tog'lar nima? Ular qanday paydo bo'lgan? Qur'onda aytilishicha, tog'lar bu qoziqlar va Alloh ularni yerga tashlab qo'ygan. Ya'ni tog'lar yerdan alohida bo'lgan va keyin yerga qo'shilgan. Bu ikkita oyat qanchalik farosatsiz ekanligini tushunish uchun keling men sizga tog'lar qanday shakllanishi haqida bitta kichkina animatsiya ko'rsataman. 4 yoshli bola ham tushunadi. Tog'lar yerga tashlanmagan. Tog'lar yerdan ko'tariladi. Tog'lar qoziq emas, ular yerga qoqilmaydi. Tog'lar yerdan o'sib chiqadi. Domlalar nima deydi? Albatta bularning barchasi metafora.
Qur'on she'riy tarzda nozil bo'lgan. Shu sabab turli o'xshashlarga ega. Qoziqlar katta qismi yer ostida bo'lgan, ushlab mahkamlab turish uchun xizmat qiluvchi jismlar. Tog'lar katta qismi yer ostida bo'lgan, yerni zilzilalar ta'siridan himoya qilib, muvozanatda ushlab turish uchun xizmat qiluvchi jismlar. Nahl surasi 5-oyatda alqa fil ardi rawasiya, ya'ni tog'larni yerga joylashtirdi deya keltirilgan. Alqa so'zining bir nechta ma'nolari bor. Tashlab qo'ydi, joylashtirdi, barpo qildi. Sizga savol. Kun va tun nima? Qur'onni ochib qarasak, biz shuni tushunamizki, kun va tunning o'z vaqti bor. Tun kunni shoshirib quvlaydi. Va qarangki, tun kunni va quyoshni yopadi. Va eng sharmandalisi shundaki, quyosh va oy bu vaqtni hisoblaydigan xizmatkor. Bu oyatlar qanchalik farosatsiz ekanligini tushunish uchun keling endi men yana ilmiy nuqtai nazardan tun va kunni tushuntirib beraman. Aytaylik, mana shu qo'lim bu yer sayyorasi va mana shu quyosh deylik. Mana endi quyosh mana shu joyda, ya'ni qo'limning orqa tarafida. Bu degani hozir qo'limning oldi tarafida tun, to'g'rimi? Ya'ni yorug'lik yo'qligi. Ya'ni yer sayyorasida yorug'lik yo'q vaqtini, yo'q joyini biz tun deb ataymiz. Ya'ni odamlar o'zlari nom bergan bunga, tun deb. Bo'ldi. Endi sizga savol. Qanday qilib shu tun yorug'likni quvlashi mumkin? Ilojisi yo'q. Chunki tun bu yorug'lik yo'qligi. Qanday qilib shu tun yorug'likni to'sishi mumkin? Ilojisi yo'q. Qanday qilib shu tun quyoshni to'sishi mumkin, yopib qo'yishi mumkin? Ilojisi yo'q. Lekin Qur'onda ilojisi bor. Va mana endi yorug'lik kelganda, quyosh kelganda tun yo'qolib qoladi. Chunki tun bu yo'qlik. Bo'ldi. Menimcha Muhammad ushbu kun va tunni ta'riflaganda Grek mifologiyasidan ko'chirgan. Chunki Grek mifologiyasida tun ma'budasi bor. Uning ismi Nix. Ma'buda Nix bu Yunonistondagi tun xudosi va ushbu Nix xudosi aynan Qur'onda aytilgani kabi kunni shoshib quvlaydi. U quyoshni to'sib qo'yishga intiladi. Chunki tun bu uning katta ro'moli. Xullas, Qur'on muallifi kun va tunni ta'riflashda ancha chichib qo'ygan. Domlalar nima deydi? Bularning barchasi metafora. Tamom. Savol. Yurak nima qiladi? Agar siz 7-8 asrlarda yashagan arab bo'lganingizda, siz yurak sir saqlaydi. Yurak fikrlash uchun javobgar. Yurak iymon beradi. Yurak odamni ko'rish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Odam yuragi bilan tushunadi deb javob berardingiz. Bunga sabab Qur'on. Qur'on tom ma'noda yurakni tafakkur va fikrlash joyi sifatida ta'riflaydi. Yurak bu aql va tafakkur maskani degan tushuncha kardiocentrizm deb nomlanadi. Va bu tushuncha 1,5 ming yil oldin, ayniqsa Sharqiy Suriya nasroniyligida keng tarqalgan. Misol uchun bu haqda Aristotel, Psevdomakarius va Efrem o'z asarlarida yozib kelgan. Va keyin Qur'onda ham bu paydo bo'lgan. Tasodifmi? Menimcha yo'q. Bugungi kunda endi domlalar bu oyatlarni albatta metafora deydi. Savol. Quyosh va oy haqida Qur'on nima deydi? Qur'on ta'kidlashicha, quyoshning to'xtash joyi bor. Oy va quyosh bir-birini ortidan keladi. Ularning ikkalasi orbitasida suzadi. Quyosh oyga yetib bora olmaydi. Bundan tashqari Alloh quyoshni sharqdan ko'taradi. Quyoshning chiqish va botish joyi bor. Va Zulqarnayn degan bir odam quyoshning chiqish va botish joyiga yetib borgan. Qarangki, quyosh chiqadigan joyda bir qavm yashaydi ekan. Va Alloh o'sha odamlarga quyoshdan himoya bermagan ekan. O'likni tepgandek yana Qur'on ta'kidlashicha, quyoshni bukib qo'ysa bo'ladi. Buni ustiga Muhammad sahih hadisda, ya'ni domlalar endi bahana qila olmaydigan hadisda, quyosh har kuni Alloh taxti ostiga boradi va sajda qilib yana chiqishga ruxsat so'raydi degan.
Va qarangki, Alloh ruxsat bermasa, quyosh orqaga qaytadi. Ya'ni endi g'arbdan chiqadi. Xullas, Qur'on ochiq oydin oy va quyosh yer atrofida aylanadi va quyosh har kuni qandaydir joyda to'xtaydi deb tushuntiradi. Va Muhammad o'sha quyoshning to'xtash joyini Alloh taxti osti deb aytadi. Va qarangki, quyosh har kuni sajda qilib yana qayta ko'tarilishga ruxsat so'raydi. Bu mening gapim emas, Muhammadning gapi. Va bitta domla bahona qila olmaydi bu hadis yolg'on deb. Bularning barchasi qanchalik sharmandalik xato ekanligini mening 4 yoshlik o'quvchim ham tushunadi. Domlalar nima deydi? Albattaki bularning barchasi metafora deydi. Ko'rib Yasin surasi 38-oyat to'xtash joyi haqida emas. 91 birinchi va ikkinchi oyatlarda tun quyoshni yo'qotdi deyilmagan. Bu quyoshning nuri va tun haqidagi oyat. Ikkisi turli orbitada suzadi deyilgan. Quyosh yerga nur sochishni sharq tomondan boshlaydi. Zulqarnayn esa ishqorida ko'rdi deyilgan. Quyosh buklanishi qiyomat voqeasi. Ilmiy tomondan esa qora tuynuklar hamma narsani buklaydi. Keltirgan hadisingiz sahih emas. Buxoriy ham oddiy inson, xato qilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Undan tashqari bu hadis Qur'onga qarshi, ya'ni Yasin surasi 38-oyatda to'xtovsiz harakat qiladi deyilgan. Qur'onga qarshi hadis esa sahih emas. Turganingizdek, bu juda ham qulay usul. Domlalar metafora orqali Qur'ondagi har qanday xatoliklarni yo'q qilishi mumkin. Aytmoqchi, ilm fanda bunday apirislik metaforalar yo'q. Qur'on himoyasi uchun ishlatiladigan 3-usul bu mo'jiza. Ya'ni Qur'ondagi tabiat qonunlariga zid bo'lgan da'volarni mo'jizaga chiqarish. Qur'onda aytilishicha, Iso onasi Maryam Isoni tug'ish paytida og'riqdan shunchalik azoblanganki, o'lganim yaxshi deb o'ylagan. Bu odatiy hol. Ayollarning tug'ishi bu juda ham azobli jarayon. Lekin qizig'i shundaki, qarangki, shu ahvolda Maryam xurmo daraxtini turtgan ekan va daraxtdan xurmo tushib, unga kuch-quvvat bergan ekan. Va shu joyda ikkita muammo. Birinchisi bu xurmo pishish vaqti. Arabistondagi xurmolar pishish vaqti eng kechi bu sentyabr. Endi sizga savol. Iso qachon tug'ilgan? Qishda. Ikkinchidan, Arabistondagi xurmo daraxti siz o'ylagandek nozik bir daraxtcha emas. Bu katta palma. Tug'ayotgan va joni chiqib o'lishni afzal ko'rgan ayol mana shunday palmani turtsa meva to'kiladimi? Qo'ysangizchi, tug'ayotgan ayol u yerda tursin, baquvvat bir erkak kishi borib ushbu palma daraxtini tepsin, ko'ramiz. Tushadimi xurmo, yo'qmi? Domlalar nima deydi? Albatta mo'jiza. Qarangki, Alloh atayin Maryam uchun xurmoni qishda pishirib bergan va Maryamga shu palmani turtish uchun kuch bergan. Ham mo'jiza qila olasan ekan, nima qilasan qiynab ayolni? Og'riqsiz tug'sin va turtishni nima keragi bor? Shu o'zing ovqat uchirib olib kelib ber. Qani endi mantiq? Qur'on bo'yicha yer yuzidagi barcha odamlar odam ato va momo havodan kelib chiqqan. Ilmiy nuqtai nazardan bu mutlaqo xato. Biz ikki dona odamdan kelib chiqishimizning ilojisi yo'q. Sababini bilish uchun mana shu video bilan tanishib chiqing. Lekin xo'p ham deylik, sizga savol. Aytaylik, mana odam ato va momo havo farzand ko'rdi. Ularning naslini kim davom ettiradi? Aka-singillar, to'g'rimi? Ya'ni aka-singillar bir-birini itarishgan, ha? Qanchalik jirkanch. Lekin bu islomda oddiy hol. Islomda eng mukammal axloq namunasi hisoblangan Muhammad 53 yoshida 9 yoshlik Oyshani itargan. Bu halol hisoblangan. Endi chollar 9 yoshli qizaloqlarni itarishi halol bo'lgani kabi, aka-singillar bir-birini itarishi ham halol bo'lganda, nima ham deyman? Mukammal din. Hamma musulmonlar uylansa bo'ladi voyaga yetganda.
yoqtirsa bir-biriga, shar'an bu rozi bo'lsa, bu qabul qilsa, bersin 50 yoshmi, 60 yoshmi, nima farqi bor? Yoqtirib qopti 50 yoshlikda, 9 yoshli. Nima bermaysizmi? Yoshirog'ini yoqtir deb majburlaysizmi? Kofirlar tegsa uni maqtashyapti o'zlari. Nimaga endi musulmon yosh kattaroqqa tegsa buni ayb qildi? Mana shu narsalarda o'zingizlarni aybdor his qilmanglar. Bizni payg'ambarimiz qilgan ishlari to'g'ri, shar'iy va o'z-o'zidan ish qilmagan, Alloh taolo ko'rsatib bergan halol ishlarni qilgan. Lekin yana bir bor xo'p deylik, aytaylik biz haqiqatan ham ushbu islomiy tarbiya bo'yicha, ya'ni aka-singillar bir-birini itarishidan kelib chiqqanmiz deylik. Sizningcha insest bilan, ya'ni shu to'liq insest bilan katta nasl qoldirsa bo'ladimi? Ilmiy nuqtai nazardan buning ilojisi yo'q. Sizning ikkinchi avlodingiz juda ham og'ir ahvolda tug'ilishni boshlaydi. Keling bitta misol keltiraman. Amerikada to'liq insest orqali tashkil topgan bir oila bor. Keling ularga bir nazar tashlaymiz. What are you eating tonight for dinner? Timmy, tell me about what you remember of your parents. Can you tell me anything? Bundan tashqari biz tarix va ilm-fandan shuni bilamizki, hatto uzoq qarindoshlar insestidan odatda nosog'lom farzand tug'iladi. Domlalar nima deydi? Albatta bu mo'jiza. Alloh o'sha paytlar insestdan sog'lom nasl qoldirsa bo'ladigan qilib qo'ygan. Insest orqali ikkinchi avlod juda yomon ahvolda tug'iladi. Qachonki otada ham, onada ham bir xil turdagi irsiy kasalliklar bo'lganda. Otamiz Odam, onamiz Havo esa jannatda yaratilgan. Jannatda esa hech qanday kasallik yo'q. Bu degani ularning farzandlari insest orqali naslini davom ettira oladi. Shu sabab ham aka-singilning nikohi halol edi, lekin ma'lum vaqtdan keyin harom qilindi. Qur'onda aytilishicha, bir chumoli nafaqat o'z hamkasblarini askarlar yaqinlashib kelayotganidan ogohlantiradi, balki o'sha chumoli odamlardan biri Sulaymon ekanligini biladi. Sulaymon esa o'sha chumoli tilini tushunadi va uni gapini eshitadi. Bu oyatlar ilm-fanga qanchalik zidligi u yerda tursin, men hayronman. Chumoli mikrofonga gapirganmi? Butun boshli armiyani boshlab borayotgan Sulaymon qanday qilib bir chumolini eshitib qolgan? O'z o'ylab ko'ring, siz armiya orasidasiz. Qanchalik shovqin, shu baland ovozlar bo'ladi. Chumolini eshitganmi Sulaymon? Qo'ysangizchi. Bugun esa domlalar og'zini to'ldirib, qara, ilm-fan ta'kidlashicha chumollar bir-biri bilan muloqot qiladi. Qur'onda bu 1400 yil oldin zikr qilingan. Mana senga isbot deb gar solishadi. To'g'ri, ilm-fan ta'kidlashicha chumollar muloqotda. Lekin bu degani ular nutq ishlatadi degani emas. Yo'q. Chumollar qara Sulaymon kelyapti deya olmaydi. Ya'ni chumollar ism nimaligini bilmaydi. Yoki chumollar qara askarlar kelyapti, qoch deya olmaydi. Ya'ni ular sifat berishga qodir emas. Chumollar oddiygina kimyoviy reaksiyalar orqali muloqotlashadi. Ushbu kimyoviy reaksiyalar bu feromonlar. Oddiygina signallar. Va biz odamlar ushbu signallarni seza olmaymiz. Ya'ni Sulaymon ushbu chumolini tushungani bu shunchaki absurd. Domlalar nima deydi? Mo'jiza. Aytganingizdek, chumollar signallar orqali gaplashadi. Bu holatda chumolga mikrofonning keragi yo'q. Ko'zlarning o'zi kifoya. Ko'plab payg'ambarlar esa o'tkir ko'z bo'lgan. Undan tashqari, Sulaymon payg'ambar hayvonlar va boshqa tirik jonzotlar bilan gaplashish uchun hayvonlarga odam tili o'rgatilmagan. Sulaymon alayhissalomga hayvonlar tili o'rgatilgan. Ya'ni chumolilar signallar orqali gaplashadi. Sulaymon payg'ambarga ham signallar tili o'rgatilgan. Qur'onda aytilishicha, qiyomat yaqinlashdi va oy bo'lindi. 1400 yil o'tdi-yu, lekin qiyomat hech kelmadi-da. Oy bo'linganiga keladigan bo'lsak, bu ham xato. Buni men avvalgi videomda isbotlab berganman. Tanishib chiqing.
Keyinchalik bir shisha idish sinib qoldi. Endi undan foydalanib bo'lmaydi. Agar men o'sha shisha idishdan hech qanaqa zararsiz va oldingidek mukammal holatda foydalanmoqchi bo'lsam, bu shisha idishni xuddi oldingidek sinmaganday qilib tuzatishim kerak. Tushunmagan bo'lsangiz boshqatdan ishlang. Qur'on himoyasida qo'llanadigan 4-usul bu Qur'onni ilm-fandan ustun qo'yish. Ya'ni Qur'onga zid bo'lgan ilm-fanni shunchaki inkor qilish. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك هذا هو ما دل عليه القرآن. والشمس تجري، هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم، ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. qilib aytganda Qur'ondan ilmiy xato topdingmi? Yo'q, tupurdim. Demak, ilm-faning xato. Qur'on ta'kidlashicha, Alloh odamni loydan yaratgan. Lekin bugungi kunda butun dunyo olimlarining 97% konsensusi, ya'ni kelishuvi bo'yicha odam loydan yoki changdan yaralgan emas. Aksincha, evolyutsiya orqali kelib chiqqan. Va aynan shu sababli butun dunyo ta'lim muassasalarida evolyutsiya o'qitiladi. Qancha dod solmang, qancha yig'lamang, qancha buni inkor qilmang, butun dunyoning 97% olimlari evolyutsiyani tan oladi-yu, lekin Qur'onni xato deb hisoblaydi. Domlalar nima deydi? Ilm fanni shunchaki inkor qiladi. Avstralopiteklar nima bilan oziqlanganini bilishadi, ammo nima uchun ikki oyoqda yurganlarini bilishmaydi. Qandaydir afzalliklari bo'lishi kerak. Axir kamchiliklari talaygina. Artrit, umurtqalarning siljishi, radikulit, gipertoniya, varikoz bari insonga xos kasalliklar. Hayvonlar ular bilan og'rimas. Qur'onda Alloh dunyoni qanday yaratganligi juda tushunarli qilib yozilgan. Alloh birinchi yerni 2 kunda yaratgan. Keyin yer ustidagi tog'larni va rizqni 4 kunda yaratgan. Va keyin 2 kunda osmonni yaratgan. Ya'ni jami 8 kun. Lekin shu bilan Qur'ondagi boshqa oyatlar bo'yicha Alloh dunyoni 6 kunda yaratgan. Bunda ichki ziddiyatlikni yo'q qilish uchun apiris domlalar ushbu 2-oyatdagi 4 kunning ichida 1-oyatdagi 2 kunni hisoblash kerak deydi. Ya'ni shu 1-oyatda 2 kunda yerni yaratdik va 4 kunda uni bezadik deganda, shu 4 kunning ichida yerni yaratish ham qo'shiladi. Ya'ni shu 4 kun jami deyilgan deb 8 kunni 6 kunga tenglashtiradi. Xo'p deymiz. Lekin baribir ilmiy nuqtai nazardan bularning barchasi xato. Dunyo hech qanday 6 kunda yaralmagan. Dunyo taxminan 14 milliard yil oldin Big Bangdan so'ng shakllangan.
Yer esa Big Bangdan 9 milliard yil o'tgach shakllangan. Domlalar nima deyishadi? Ha, 6 kun degani insonning 6 kuni emas, Allohning 6 kuni degani. Ha, yo'q. Baribir o'xshamaydi-ku. Axir Qur'onda Allohning bir kuni insonning 1000 yiliga teng deyilgan-ku. Domlalar nima deydi? Yo. 6 kun 14 milliard yil degani. Okey. 14 milliardni 6 ga bo'lamiz. Demak, bir kun 2,3 milliard yilga teng. Lekin bu aprislik bilan hisoblasak ham baribir o'xshamaydi. Gap shundaki, bu aprislik bilan hisoblasak, Alloh yerni 9,2 milliard yilda va koinotni 4,6 milliard yilda yaratgan bo'lyapti. Bundan tashqari yaratish tartibi ham noto'g'ri. Ilmiy nuqtai nazardan yer koinotdan keyin shakllangan. Qur'onda esa avval yer va keyin osmon. Domlalar nima deyishadi? Albatta shunchaki ilm fanni inkor qiladi. That the sun rises and sets. And this is clear in the Quran. So now when we find that NASA scientists come and say, no, it's the other way around. It's the earth rotating the sun and it rotates around its own axle, etc. As Muslims, are we obliged to obey what they're saying? Definitely not. Qur'on ta'kidlashicha Alloh 7 osmon va 7 yerni yaratgan. Lekin ilmiy nuqtai nazardan bu ham xato. Hech qanday 7 ta osmon va 7 ta yer yo'q. Domlalar nima deydi? 7 osmon degani 7 atmosfera qatlami degani va 7 yer degani bu koinotda yana yerga o'xshagan 6 ta sayyora bor degani. Lekin bu hali ilm fanga noma'lum. Lekin muammo shundaki, atmosferada 7 ta qatlam emas, 5 ta. 7 ta yer sayyoralariga keladigan bo'lsak, yaxshi ham bizda ko'plab tafsirlar va hadislar bor. Ibn Abbasning bu oyat tafsiri bo'yicha yer ostida yana 7 ta tekis yer bor. Va Muhammadning o'zi ham buni sahih hadisda, ya'ni domlalar yolg'onga chiqara olmaydigan hadisda tasdiqlagan. Domlalar nima deydi? Shunchaki ilm fanni inkor qiladi. Odatiy hol. Ko'rib turganingizdek, Qur'onda xatolar bor. Va men sizga faqatgina oz qismini ko'rsatdim, xolos. 7 osmon atmosfera qatlamlari emas. Qur'onda birinchi osmon yulduzlargacha bo'lgan masofa deyilgan. Ya'ni yulduzlar birinchi osmonda, atmosferada emas. Agar yulduzlar birinchi qavatda bo'lsa, ulardan keyingi qism, ya'ni yulduzlar birlashib tashkil qiladigan qism mantiqiy jihatdan osmonning ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatdagi jismlar birgalikda tashkil qiladigan qism esa osmonning 3-qavati bo'ladi. Ya'ni birinchi qavat yulduzlar, ikkinchi qavat galaktikalar, uchinchi qavat esa super. Katta o'lchov birligi nima? Va yana shu javob. Biz bilmaymiz. Ayni paytda bizning eng katta o'lchovimiz 96 milliard yorug'lik yiliga teng. Undan u yog'ini biz shunchaki ko'ra olmayapmiz. Ehtimol ushbu chegaradan keyin ham 100, 1000 va hatto million baravar kattaroq tuzilmalar bordir. Osmon xuddi jonzotlar va jismlar kabi qavatlangan. Kvarklar birlashib atomlarni, atomlar esa molekulalarni, molekulalar esa hujayralarni, hujayralar esa to'qimalarni, to'qimalar esa organni, organlar esa insonni tashkil qiladi. Qur'onning hech qaysi oyatida dunyoni 8 kunda yaratdi deyilmagan. Allohning bir kuni emas, Alloh huzuridagi bir kun 1000 yil deyilgan. Ya'ni arsh atrofida va bu vaqt arshni ko'tarib turuvchi farishtalarga ta'sir qiladi. Alloh esa vaqtga ham, makonga ham bo'ysunmaydi. Shu sababli Qur'onning bir qismida Alloh arsh ustida deyilgan, boshqa bir qismida esa jon tomiringizdan da yaqin deyilgan. Alloh Qur'onda 7 osmonni 2 kunda yaratdik degan. Javobimning boshida keltirganimdek, kichik jismlar katta jismlarni tashkil qiladi. Ya'ni molekulalar hujayralarni, hujayralar esa to'qimalarni. Ya'ni birinchi osmon va undagi jismlar yaratilmasdan avval ikkinchi osmon paydo bo'lmaydi. Ikkinchi osmon paydo bo'lmasdan avval uchinchi osmon paydo bo'lmaydi. Va xuddi shu tartibda 7-osmon paydo bo'lishi uchun undan avval 6 ta osmon paydo bo'lishi kerak.
Yer 1-osmonda joylashgan. Bu degani Yer 7-osmondan avval paydo bo'lgan. Bu oyatda hech qanday xatolik yo'q. Ularning barchasi aniq ilmga asoslangan. 6 kun deganda esa ma'lum bir vaqt tushunilmaydi. Bu ketma-ketlikni bildiradi.